Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi hamda boshqaruv samaradorligi agentligi hamkorligida kelajak liderlari maxsus malaka oshirish dasturining navbatdagi mavsumi boshlandi. Mazkur dastur yuqori kompetensiyali, mas'uliyatli va natijaga yo'naltirilgan yangi avlod rahbarlar korpusini shakllantirishga xizmat qiladi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Kelajak liderlari dasturi doirasida boshqaruv samaradorligi agentligi tomonidan o'tkazilgan ochiq tanlov asosida saralab olingan 50 nafar iqtisodiy tinglovchi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasida ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ta'lim jarayoni 5 oy davom etib, jami 1080 soatlik kompleks o'quv dasturini o'z ichiga oladi. Nomzodlar 5 oy davomida akademiyada amaliy mashg'ulotlar o'tashadi, mahalliy stajirovka, ya'ni vazirlik idoralarida, hokimliklarda rahbarlarga dublyor sifatida, ya'ni yonida birga yurib, amaliyotda qanaqa qilib rahbarlik qilish kerak, qanday ko'nikmalarni o'rganishligi bo'yicha amaliy bilimlarini oshirishadi. Bundan tashqari eng yaxshi faol tashabbuskor nomzodlar xorijiy stajirovkalarga yuboriladi. Dasturni yakunlagandan keyin nomzodlar bilan ularni yuqori lavozimlarga tavsiya etish choralari ko'riladi. Dastur yakunida ishtirokchilar dolzarb boshqaruv muammolariga bag'ishlangan loyiha ishlarini himoya qildilar. Bu esa ularning tahliliy fikrlash, innovatsion yondashuv va amaliy yechimlar ishlab chiqish qobiliyatini yanada rivojlantiradi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, kelajak liderlari dasturi davlat xizmati tizimida yangi avlod rahbarlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. O'sha darslar jarayonida nafaqat nazariy, balki amaliy jarayonlarga ham, real keyslarga ham to'xtalib tajribalarimizni oshirishga harakat qilyapmiz. Ahamiyatli tomoni bu shunchaki o'qish emas. To'g'ri, hammamiz tahsil olyapmiz, nazariyalarimizni boyityapmiz, amaliy tajribalarimizni oshiryapmiz, lekin maqsadimiz bitta. Bu yangi O'zbekistonda adolatli, shaffof davlat xizmatini yo'lga qo'yish va aynan davlat xizmatchilarini bu boradagi rolini mustahkamlash hisoblanadi va mana shu belgilangan 5 oy mobaynidagi o'quv dasturlaridan keyin har birimiz o'zimizni tizimimizni yanada rivojlantirish, ahamiyatlisi hududlarni rivojlantirishda bevosita davlatimiz rahbariga ko'makchi bo'ladigan kadrlar sifatida shakllanish uchun harakat qilyapmiz. Dilfuza Esanova, Aydus Ermekbayev, Aziz Yangizakov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.